tarif etib ishqi Odamlar yaratar zamon deganni, zamonlar yaratar odam deganni. Qoraqalpoq xalqining atoqli shoiri Ibrohim og'a Yusuf aytganidek, uzoq asrlar bo'yi ardoqlangan milliy va ma'naviy qadriyatlar avvalo xalq, shu vatan fidoi insonlari tomonidan yaratiladi va zamonlardan zamonlarga ko'chib yuradi. Bugun Qoraqalpoq milliy teatri va musiqa madaniyati xalq sozlaridan so'z aytar ekanmiz. Shu o'rinda Olimjon Halimov va Tarbiya Jo'limbedovalar hayot va ijod yo'li haqida xotirlashga sababli edi. Yar qadrini bilgan Shu Qoraqalpoq xalqining bastakori sifatida, shu Qoraqalpoq xalqi musiqa san'atida juda katta xizmatlari, fidoyiligi bo'lgan inson Olimjon aka Halimovning ijodiga qanday baho bergan bo'lardingiz? Bu insonni mana shu Qoraqalpoq xalqidagi eng bir Qoraqalpoq xalqining mehrini, ko'nglini topib, mana shu Qoraqalpoq xalqining ko'nglida qolgan ijodi xususiyatlari nimalardan iborat? Bizim Qoraqalpoq ko'rkam önerining so'ng'ishida muzika, teatr ko'rkam önerining tikarini saluvchi professional kompozitor bo'lib hisoblanadi. Onu professional deymizning sebebi Alimjon og'adan burun muzikal dramalarga muzikalar öğretip muzikal dramalarga teatrlarda solarda xalqimizning oldida ko'rsatib, sonda yuqori darajada bizning xalqimizga in'om etgan kompozitor bo'lmagan. Endi o kishi ko'p onun miniyetini aytadigan bolsak, o kişinin ko'p qana bizim Qoraqalpoq xalqining professional muzikasının tekarini sağan deb o kişinin aldında biz bas yemiz. Onun sebebi neden? Onun sebebi Qoraqalpoqning o'zi Buxorodan kelib, o'qib bitirib bo'lgandan keyin o'zi Buxorolik Qoraqalpoqning ko'rkam önerini, so'ng'ishida muzika ko'rkam önerini bilmasdan sonu öğrenip, o'zining qonuna singirib, o'zining yuragi bilan sonu qabul etib, taza Qoraqalpoqdan koloriti bilan, milliy koloriti bilan sonday adamның көйліне, халықтың көйлінде қылатын намаларды, ареларды дөрету, бұл hamma адамның қолынан келе бермейді. Бұл үлкен талант иесі болған, Әлімжан аға ұқсаған үлкен тұлға композиторлардың қолынан келеді деп ойлаймын мен. Ол талант Әлімжан ағаға әлбетте бұл өзінің атасы Дамла Халим Ибадовтың қанынан өткен talantılı adam, juda zor qosqichi bo'lgan adam. Meni сол kishidan keltirgan soning talantini davom etib keltirgan talant egasi oy deb o'ylayman. Olimjon Halimov 1912-yili Buxoroda atoqli san'atkor Halim Ibodovlar oilasida dunyoga keladi. Sohir ovoz egasi, o'zining qo'shiqchilik maktabini yaratib va ko'plab shogirdlar yetishtirib, el orasida obro' e'tiborga erishgan hofiz o'z zamonasida Domla Halim degan nom qozongan. Avvalo ota tarbiyasi, qolaversa san'atga bo'lgan kuchli muhabbat yosh Olimjonni musiqa olamiga yetaklaydi. U Buxoro Sharq musiqa maktabida, Samarqand musiqa oliy bilim yurtida, Moskva konservatoriyasida o'zbek operasi saboqlaridan ta'lim olishga muvaffaq bo'ladi. Aynan Moskvada o'qib yurgan chog'larida Olimjon akaning qoraqalpog'istonlik yoshlar bilan tanishuvi, Qoraqalpoq xalq qo'shiqlari, milliy sozlariga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Keyinchalik bu qiziqish uning butun umr yo'lini, ijodiy faoliyatini Qoraqalpoq yurti, xalqi, musiqa san'ati bilan chambarchas bog'laydi. Alimjon ağanın mine bizim xalqımızın aldında, bizim ko'rkam-önerimizin aldında o kişinin miniyeti oğada oldu. Bu ideğimin sebebi, o bizim
Qaraqalpaq qalqlamaları degan kitapni chiqardi. Үлкен kitap hamma xalqimizning nomalarini jinob so'ng notalashtirdi. Buning o'zi bizning xalqimiz uchun ulkan bir boylik, ulkan bir altın xazinamizda yotgan boyligimiz bo'lib hisoblanadi. Alimjon aganing muzikal dramalarından boshqa ol kompozitör sifatida, professional kompozitör sifatida bir qancha simfoniyalik шығармалары бар. Simfoniyalik poemalar var, simfoniyasi var, 40 qiz simfoniyalik poemasi var. O kişinin qo'shiqlarining sonday xalqimizning ko'ngil yuragining to'ridan jayilgan deyining sababi hozirga deyim meni qo'shiqlarimizda o'lmay atqarilib ketgan шығармалары var. Juda xalqimizning orasida populyar bo'lib ketgan qo'shiqlari ko'p. Men hayron qolaman Alimjon agaga meni kelgan men o'quvdi bitirib kelgan yillarim, o'shilishni bitirib kelgan yillarim jas bolaman skripkada. Qo'limda ishladim orkestrda. Birga ishlasdik Alimjon aga bilan. Juda bir ko'ngil shok şad jiratgan ko'tarinki sonday bir kayfiyat bilan jiratgan odam edi. Bunday xarakter, bunday kayfiyat bunaday ijodiy odam uchun, tvorчество odam uchun o'g'ada ahamiyatli. Sababi sol ko'tarinki ko'ngildan kelib chiqadi muzika deganning o'zi. Mana aytyapsizki, Buxorodan kelgan o'zbek farzandi. Mana shu Qoraqalpoq muzika san'atiga sehrlagan bu kishida nima qaysi kuchki Qoraqalpoq xalqining o'sha san'atiga juda qattiq qiziqib qolgan? Men o'ylayman, birinchidan o'qib yurgan vaqtlarini o'zinde, Moskvada studiyada o'qib yurgan vaqtlarini o'zinde ol Qoraqalpoq xalqining ko'rko'mlarına qiziqqan. So'ng shuni muzikasini juda qiziqqan. Ham kelib, bu yerga kelib, Qoraqalpoq xalqining ham sonday bir aqko'l, mimandos, o'zini o'xshagan bir shoq minajli xalq ekanini ko'rib, meningcha ham muzikalarning yilida deymiz, izletlenbey atirgan muzikalarning sonday bir o'zini unag'anning sababidan qolgan bo'lsa kerak deb o'ylayman u kishi. Ustozingizni ijodidan qaysi bir jihatlarni ko'proq foydalandingiz, ko'proq o'rgandingiz? Men ko'p narsa o'rgandim, sababi u kishi mening arasında da nağız ustazım. O kishi bizim училищеде, muzika училищесінде ham madaniyat texnikumunda sabaq berib, dirijor bo'lgan bilan birga ustozlik qilgan odamda. Ko'p yoshlar tarbiyalagan. Biz ham Alimjon aganing bir tarbiyalagan shogirdlarining birimiz. Sababi o kishining sonday Qoraqalpoqning irg'oqlarida, nomalarda duratuvi juda bir ko'kragi keng, ne deymiz жаңағы, mana keng dala. Keng daladay o kishining ko'kragi oshiq odamda. Nomalar ham sonday ko'kragi oshiq. Masalan, men bir narsasini hayron qolaman, mana Aygulabat o'lmay turgan muzika draması, mana Jolmirzaga Aymirzaevning Aygulabat muzikal dramasından mana sonda bir ariyalar o'tgan. Bir misol keltirib ketayin. Manaday ariyasi borda o kishining Kuntun tarif yetsema aşkı sahabım Canım menen kütübe yardın şavabım Dertimnin dostlardan izlep davasını sağınıp savur yavrum kasına keldim. Bunday namalarda dürütü hemme bir Qoraqalpoqning qo'lidan kelavermaydi. Sebebi irg'oqqa to'li, dardga to'li. Milliy koloritga to'li bunday nomalar turadi. Ulkan baytirab talant egasining qo'lidan keladi. Alimjon aga o'xshagan. Akşamda garipti izlep barmagan жерimiz kalmadı. Aradan 5 yıl o'tdi. Garipten ile xabar yok. Ya meni brotologu derin üstüm ekan. Bunday demen şahsan em. Bu жерге qul savdasından ele garipti izlep kelgeningni kuyovim sezgan edi. Жан-жаққа астыртын адамlar жіберdim. Егер garipten дерек болса, darhol bizga xabar beredi. Mendan kuyovlisi bo'lmasa, usu vaqtga shekin bir xabar bermas edi. Podshoning farmonini o'mi iloj qiladi. Sonda qalay apa? Garipning ma'an begona odam bo'lib qolganimi? Bu so'zlarni eshitganimdan ayronliq dardga shopilib yurganim afzal emas edi, Aqshapa. Akşam siz basın
asrning 40-yillaridan top bugunga qadar Qoraqalpoq musiqa madaniyatida O'zbekiston xalq bastakori, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Berdaq nomidagi davlat mukofoti sovrindori, ustoz san'atkor Olimjon aka Halimov ijodi muhim o'rin tutdi. Oqko'ngil, xushfe'l, donishmand, yoshlarga mehri daryo bo'lgan bu insonni Qoraqalpoq xalqi o'z farzandi bilib sevdi. Uning ijodini qadrladi. U yaratgan o'lmas navolarni ardoqladi. Qoraqalpog'istonda teatrning bas dirijori bo'lib orkestrni boshqargan. Mene shu 40 yilga shamalas bu kishi shu muzika madaniyatining barini boshqargan. Bu kishi sonday aqlli ishlar qilgan. Kelib shu Qoraqalpoqning mene Japaq Shamratov degan aqsoqol baxshimizda, ondan keyin radioda ishlagan Aytjan Qo'jalapesov, İbrahim Patillayev mene sonday aqsoqollardan Qoraqalpoqning barliq yaxshi muzikalarning sirrini bilgan bu. Söydü bu teatrda bir 20dan ham ko'proq spektaklga muzikal dramalarga muzika yozgan. Birinchi yozgan vaqtlarında so Qoraqalpoqning namalarini yaxshi bilетін adam Japaq baxshi Shamratovni janına alıp yekovining atidan misalga Suymengi Sökönbe, G'arbaşıq, so'g'an qusagan spektakllar mene etapniy spektakllarga muzika yozganda so Japaq Shamratovga dutarda shertirib bu kishini o'taga tushirib, sonday so'kishlardan ulkan ko'p foydalanganda bu kishi. Xalq muzikani döretedi. Xalqning içinden çıkan talantlar ham xalqning muzikasini xalqqa yetkazib жүреді. Biroq auzdagi ya dutar menen, ya bo'lmasa qobuz menen, ya bo'lmasa bir ansambl menen, bu kishi notaga tushirib Qoraqalpoq xalqining milliy muzikalarini, eski muzikalarini notaga tushirib hem simfonik orkestrlarga şu vaqtdagi bar simfonik orkestrlarga aranjirovka qilib juda bir ulkan spektakllarga, masalan, Qarib Aşık, Aygül Abad, Alpamız spektakllerini şafran yigib yazgan menen bu kishi dirijorlik qilib turdi. Men söyleyip Qoraqalpoq sanatına ulkan profesyonel muzikani olib keluvga yardım etken, hem şu muzikani olib kelgan adam deb biz düşünemiz. Sebebi o kişinin yazgan toplamları var Qoraqalpoq xalq muzikası degan. Bir ta vaqtlarda bizlerin jaz yigit vaqtimizda O'zbek xalqining maqamlari chiqdi bu yoqda, maqamlar. Şu maqamlar bunday kitaplar bo'lib, Yunus Akar Ajabiylar hammasi yozgan bo'lsa, mana bu kisam Qoraqalpoq xalq namosi degan bunday kitapni yozib chiqarib dunyoga tanitdi. Qoraqalpoqning xalq namalari. So'ng uchun bu kishi o'zi bulay söyleskeningizde tilin buralmadı. No bırak muzika jag'dan Qoraqalpoq xalq namalarının ırgaqlarini, şevalarini bütün notaga tushirib ko'rsatib xalqqa